Startbet mahallesini bilasizmi? Siz Zulobod bo'yichami? Gulobod, ha. Gulobodni. Qarang, o'zimiz band qilgan shaxslarga, ya'ni ishlamaydiganlarga kredit beramiz. Miqdori 17 milliongacha, 27% dan imtiyozli davr 3 oy. Buning uchun pasportingiz kerak, o'zingiz band qilgan haqidagi guvohnoma, to'lov kvitansiyangiz kerak, bitta kafil kerak. Xalq bankidan ochgan plastik kartangizga tashib beramiz. Yana agar buni bo'lsa, savollarni so'rang, boya siz so'rab-ku yangi. Bu bizga biriktirilgan mahallalar borda, har bir bankka biriktirilgan mahalla bor. Shu mahallaning ichiga kirsa, chiqarib beramiz. Oxirgi miqdor 17 milliongacha. 10 million olsangiz ham bo'ladi. Pensionerlargacha? Yo'q, 18 yoshdan 60 yoshgacha beriladi. 18 yoshdan 60 yoshgacha. Masalan 5 million kreditim bor, mana olgan. Yana 12 million olsam bo'ladimi? Agar kredit tarifingiz yaxshi bo'lsa, hozirgi kunda qarzingiz bo'lmasa bo'ladi. Kredit bo'lsa ham, kredit tarifi yaxshi bo'lsa, Bo'ladi. bo'laveradi. Ko'ramiz, sizni topayotgan daromadingiz shu kreditni yopishga yetsa, kafillikni ko'pirsa beramiz. Bo'ldi?